To'xta, nima qilding hozir? Ol oyog'ingni. O'g'lon, bu nima qilganing? Bu tana sen uchun kerak emasdir, lekin men uchun kerak. Mana bu jasaddan ustun. Chunki shu jasadni tirik qilib turgan yuragimda bir parchasi mana shu tana. O'g'lim, meni tanamdi, g'am tashvish edi. Endi meni bolamdi. Shu narsa yesimmi? Sen mendan oldin tanangni shu narsalar bilan chiritsang, men ertaga kimga suyanaman? Yana men o'g'il ko'rdim deb maqtanib yuribman, ertaga og'irimni yengil qiladi. O'g'lim, balki meni o'rtoqlarim ham bilar seni jur'atsiz, shunaqa yengil tabiatligini. Yana bir marta men ko'ramanmi yo'qmi, shu narsani qo'lingga olsang, otam o'lib ketsin deb xohlagan ishingni qil. Chunki ko'rsam o'lgandan battarman.